Bloger Real Sanjik qamoqqa olindi. Gonkong tarixidagi eng yirik yong'inlardan biri yuz berdi. Endi aliment to'lovchilarga chet elga chiqish mumkin bo'ladi. Rossiyalik ayol o'zbekistonlik migrantni o'ldirib, daraxt ostiga ko'mib qo'ydi. Shu va boshqa muhim xabarlarning to'liq tafsiloti suratdagi Haqiqat kanalining hafta dayjestida. Bloger Real Sanjik qamoqqa olindi. Ijtimoiy tarmoqda Real Sanjik taxallusi ostida faoliyat yurituvchi bloger Sanjar Karimov joriy yilning 26-noyabr kuni Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tkazilgan maxsus reyd davomida hibsga olindi. Oliy sudning ma'lum qilishicha, bloger jinoyat kodeksining o'ldirish yoki zo'rlik ishlatish bilan qo'rqitish, giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirobod tuman sudining 28-noyabrdagi ajrimi bilan Toshkent shahar prokurori birinchi o'rinbosarining iltimosnomasi qanoatlantirilib, ayblanuvchi Sanjar Karimovga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilib, qamoqqa olinishi va tergov hibsxonasiga joylashtirilishi belgilangan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Real Sanjik bilan bog'liq boshqa ish omma e'tiboriga tushgan edi. Ya'ni 2024-yilning avgust oyida 29 yoshli yigit 26 yoshli qizga uylanishni aytib, uning ishonchiga kirgan. Biroq to'ydan avval muammolari borligi uchun uning uyini garovga qo'yib turishini, muammolari hal bo'lgach, unga uylanishni aytib, aldov yo'li bilan uyni boshqa fuqaroga, ya'ni bloger va biznesmen Real Sanjikka $240,000 sotib yuborgan. Mazkur holat yuzasidan yigitga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi ko'rilgan. Holat jamoatchilik e'tiboriga tushgach, ushbu hovlining xaridori bo'lgan taniqli bloger va tadbirkor Real Sanjik $240,000 uyni bolalar uyiga ehson qilishga qaror qilgani haqida xabar bergan edi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi Toshkent shahar boshqarmasi esa bloger turar joyini topshirishga oid notarial tasdiqlangan hujjatlarni taqdim etmaganini ma'lum qilgan. Gonkong tarixidagi eng yirik yong'inlardan biri yuz berdi. Gonkongda sodir bo'lgan yirik yong'inda 55 kishi halok bo'ldi. Yana 45 nafar jarohatlangan shaxs og'ir ahvolda. Taypo tumanidagi turar joy majmuasida sodir bo'lgan yong'indan keyin 279 nafar aholi bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. Olov bir vaqtning o'zida bir nechta baland binolarni qamrab olgan. Gonkongdagi bu yong'in shahar tarixidagi turar joy binosida sodir bo'lgan eng halokatli yong'in bo'ldi. Yong'in 26-noyabr kuni taxminan 4000 aholi yashaydigan Taypo majmuasi binolaridan birida boshlangan. Dastlab yong'in birinchi toifa deb baholangan, biroq mahalliy vaqt bilan 15:34 da xavf darajasi 4-darajaga, 18:22 da esa eng yuqori 5-darajaga ko'tarilgan. Gonkongda so'nggi marta 5-darajali yong'in 2008-yilda tungi klubdagi yong'inda qayd etilgan. O'shanda 4 kishi halok bo'lgan, 55 kishi jarohat olgan. Majmuada keng ko'lamli ta'mirlash ishlari olib borilgan. Tarqatilgan kadrlarda olov avval bambukdan qurilgan qurilish to'sinlarini qamrab olgani ko'rinadi. Yongan yashil qurilish setkalarining bo'laklari yerga tushib, yong'inning tarqalishini tezlashtirgan. To'sinlar bo'ylab olov binolar fasadlari bo'ylab tez ko'tarilgan. Aholining bir qismi binolarning ichida qolib ketgan. O't o'chiruvchilar borgan paytda olov bir necha binoni birdaniga qamrab olib ulgurgan. Mahalliy aholining aytishicha, hukumatning reaksiyasi sust bo'lgan. Ular kompleks yaqinida yong'in stansiyasi joylashganini, biroq o't o'chiruvchilar juda kech yetib kelganini aytgan. Shuningdek, yong'inni o'chirishda suv tashuvchi vertolyotlar qo'llanmaganini tanqid qilmoqda. Bu yerda to'liq tartibsizlik, hukumatdan hech qanday ko'rsatma yo'q, deydi guvohlardan biri. 26-noyabr kuni kechqurun rasmiylar 36 kishining halok bo'lganini tasdiqlagan. 27-noyabrga o'tar kechasi qurbonlar soni 44 taga yetgan. Ertalab esa 55 nafar deb ma'lum qilingan. Kompleksning 279 nafar aholisi hali ham bedarak yo'qolgan deb hisoblanmoqda. South China Morning Post xabariga ko'ra, Gonkong sug'urta bozorini $334 million miqdoridagi rekord da'volar kutmoqda. Mutaxassislarning fikricha, yong'in kelasi yilda shaxsiy va mol-mulk sug'urtalar bo'yicha to'lovlar keskin oshishiga olib keladi. Xavfsizlik vaziri Chris Tangning aytishicha, dastlabki tekshiruv natijalari jiddiy savollar tug'dirmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, olov haddan tashqari tez tarqalgan va vaziyatni oynalarni mustahkamlash uchun ishlatiladigan penoplast yanada og'irlashtirgan.
Endi aliment to'lovchilarga chet elga chiqish mumkin bo'ladi. O'zbekistonda aliment to'lovchilar endi sug'urta polisi orqali chet davlatga 3 oygacha muddatga borib kelishi mumkin bo'ladi. Aliment to'lashi shart bo'lgan shaxslar sug'urta polisini ilova qilgan holda iltimosnoma bilan murojaat qilganda davlat ijrochisi ularning chet davlatga chiqishi bo'yicha vaqtinchalik cheklovni to'xtatib turadi. Bu kabi sug'urta turlari tegishli litsenziyaga ega bo'lgan sug'urtalovchilar tomonidan amalga oshiriladi. Sug'urta polisining mavjudligi Majburiy ijro byurosi tomonidan istiqbolli loyihalar milliy agentligining axborot tizimidan avtomatik ravishda aniqlanadi. Aliment to'lash shart bo'lgan chet davlatga 3 oygacha bo'lgan muddatga borib keluvchi shaxslar chet davlatdan qaytib kelmasligi natijasida aliment to'lovlarini to'lash yuzasidan fuqarolik javobgarligini sug'urtalash sug'urta faoliyatini amalga oshirish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lgan sug'urtalovchilar tomonidan amalga oshiriladi. Aliment to'lovlarini to'lash yuzasidan fuqarolik javobgarlikni sug'urtalash shartlari sug'urta faoliyatini amalga oshirish uchun tegishli litsenziyaga ega bo'lgan sug'urtalovchilar va Majburiy ijro byurosi o'rtasida tuziladigan bosh kelishuvda belgilanadi. Ushbu hujjat 26-noyabrdan boshlab kuchga kirdi. Bugunga qadar belgilangan tartibga ko'ra, davlat ijrochisi quyidagi hollarda qarzdorning iltimosnomasiga asosan qarzdorning chiqishini vaqtincha cheklashni harakatdan to'xtatib turishi lozim edi. O'zbekiston hududidan tashqarida kasalxonaga yotqizishni talab qiladigan qarzdorning sog'ligini tiklash zaruriyatini tasdiqlovchi hujjatlar mavjud bo'lganda Oliy Majlis palatalari, O'zbekiston Prezidenti yoki Vazirlar Mahkamasining qarzdorni O'zbekistondan chiqib ketuvchi rasmiy delegatsiya tarkibiga kiritish haqidagi qarori mavjud bo'lganda. Boysunda yana gaz otilib chiqqani aytilmoqda. Surxondaryoning Boysun tumani Mustaqillikning 25-yilligi nomli gaz konidan yana gaz chiqayotgani haqida xabarlar tarqaldi. Qayd etilishicha, 300 metrgacha ko'tarilgandek ko'rinadigan oq binafsha tutun ustuni uzoqdan ham yaqqol ko'ringan. Bunday jarayon katta bosim ostida yotgan qatlamlarni ishga tushirish yoki xavfni kamaytirish uchun bajariladi. Holat qachon yuz bergani hozircha noma'lum. Rasmiylar bu haqda ma'lumot bermadi. Ma'lum bo'lishicha, otilayotgan oqim beton qorishmasi bo'lib, konni yopish uchun betonli qorishma quyiladi. Rossiyalik ayol o'zbekistonlik migrantni o'ldirib, daraxt ostiga ko'mib qo'ydi. Rossiyaning Vladimir viloyatida 54 yoshli o'zbekistonlik migrant tanishi tomonidan shafqatsizlarcha o'ldirildi. Hududiy tergov qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra, fojia Petushino tumanidagi Staraya Perepechino qishlog'ida yuz bergan. Noyabr oyida marhumning qarindoshi uning bedarak yo'qolgani haqida politsiyaga murojaat qilgan. Aniqlanishicha, 16-noyabr kuni o'sha erkak 48 yoshli mahalliy ayolning uyiga borgan. Tergov versiyasiga ko'ra, ular spirtli ichimlik iste'mol qilgach, o'rtada janjal chiqqan. Ayol erkakni itargan. U polga yiqilganda esa uni arqon bilan bo'g'ib o'ldirgan. Ayol jinoyat izlarini yashirish uchun jasadni hovlisidagi olma daraxti ostiga ko'mib qo'ygan. Ma'lumotlarga ko'ra, o'ldirilgan erkak Rossiyada uzoq yillar yashab, Pokrovdagi temir beton mahsulotlari ishlab chiqaruvchi korxonada ishlagan. Manbalarning aytishicha, ular o'rtasidagi kelishmovchilik pul sababli chiqqan. Erkak ayolning undan avval olgan qarzini talab qilgan. Ayol esa yana pul so'ragan. Jinoyatdan so'ng gumondor ayol uning telefoni va bank kartasini ham o'zlashtirgan. Hodisa joyini ko'zdan kechirish davomida daliliy ashyo topilgan. Shuningdek, ayolning avval ham narkotiklar bilan bog'liq jinoyatlar uchun sudlangani aniqlangan. Tergov uni tergov yakuniga qadar qamoqqa olish bo'yicha sudga murojaat qilmoqchi. Hozirda zarur ekspertizalar va boshqa tergov harakatlari davom etmoqda.